O'zbekiston Kitobxonlar yurti 5-Respublika kitobxonlik haftaligini ochilish marosimida sizlarni ko'rib turganimizdan beqiyos xursandmiz. Ushbu haftalik bo'yicha o'tkaziladigan tadbirlar rejasida ijodiy uchrashuvlar, viktorinalar, kitob taqdimotlari, bundan tashqari davra suhbatlari, bir qancha kitob ko'rgazmalari kabi ajoyib tadbirlarimiz bo'lib o'tgan. Darhaqiqat, kitob umr yo'llarimizda yo'lovchi emasdir. U inson hayotiga saqlayotgan onamiz sizlarni o'z bag'riga cho'madi. 21-apreldan 27-aprelga qadar O'zbekiston Kitobxonlar yurti deb atalgan kitobxonlar haftasini ochilish marosimiga xush kelibsizlar. Shuning uchun biz ham mana tadbirga qatnashishimiz xursandmiz ham mana shunaqa tadbirlar ko'proq uyushtirsalar kelib qatnashib o'tiramiz. Mana shunaqa tadbirlarni o'tkazib tashlab tashlaganlar uchun sizlarga katta minnatdorchilik bildiraman.